Azizlar, bugundan boshlab biza inson tabiatini, uning egosi, nafsini bosqichlari haqida va bu bosqichlarni qanaqa bosib o'tadi va bu bosqichlarda inson o'zini qanaqa his qiladi, shular haqida suhbatlashamiz. Bu suhbatimizni Ibn Arabiyning asarlari yordamida qilamiz. Buyuk mistik bo'lgan Ibn Arabiy, ya'ni sufiy bo'lgan Ibn Arabiy Suqrot, Platon kabi donishmandlarni asarlarini o'rgangan va ularning asarlari asosida u o'z fikrlarini bildirgan. U insonda 7 ta nafs bo'ladi. Mana shu nafsning turlari bor. Va bu nafslar bir vaqtda inson tanasida mavjud bo'ladi deb aytganlar. Albatta bu fikrlarini Qur'oni Karimning oyatlari asosida juda ham ravon holatda yoritib berganlar. Ularni talqinlariga ko'ra insonda bitta vujudida 7 ta meni nafsi bor bo'lib, ularning hammasi bir-birini ustidan nazorat qilish uchun o'zaro kurash olib boradi. Go'yoki siz bir tanada joy olgan, bir-birini nazorat qilish uchun kurash olib borayotgan 7 ta meningizdan, ya'ni nafsingizdan iboratsiz. Hozir siz shu satrlarni o'qib turgan vaqtingizda ham, eshitib turgan vaqtingizda ham sizda hozir qaysidir meningiz dominant bo'lib turibdi. Sizni har bitta qaroringiz, har bitta idrokingiz, har bitta istagingiz, qo'rquv, jasoratlaringiz ham aslida mana shu meningizni ta'sirida, meningiz sizni boshqarayotgan bo'ladi. Agar siz o'zingizni asliyatingizni, o'zingizni haqiqiy meningizni bilmasangiz, bizda bitta haqiqiy men bo'ladi, bitta haqiqiy. Ana o'shani bilmasangiz, sizdagi mana shu 7 ta menlaringiz sizni boshqaraveradi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlar, o'zini bilgan, ya'ni o'zini Rabbisini Alloh tanigan bo'ladi deganlar. Shuning uchun har bitta odam o'zini tanish uchun harakat qilish kerak. Buyuk mutafakkir va sufiy bo'lgan Ibn Arabiy inson ruhiyatini 10 yillar davomida o'rganadi. Va bu masalaga aniq ilmiy yondashgan holatda, u mistik idrokiga tayangan holatda shu fikrlarni bildiradi. U insonni meni 7 ta bosqichdan iborat, mana shu 7 bosqich darajasida rivojlanadi deb aytadi. Ularning fikrlariga qaraganda juda ham ko'pchilik odamlar hayoti davomida 1 va 2 bosqichda qolib ketar ekan. Ular hatto yuqori bosqichlar, ya'ni tafakkurning yuqoriga chiqish imkoniyati borligini bilmaydi. Bir xil 3-4 bosqichgacha ko'tarila oladi va o'ylaydi, men bo'ldi, oxirgi yetdim, erishib qoldim, fanoga yetdim deydi. O'sha yerda qolib ketadi, o'zini ustida ishlashni to'xtatib. Juda ham kam insonli odamlar 7-bosqichga yetib oladi. Lekin ular shunaqa yetib borganda ular shunaqa bitta ulkan, juda ham bir ulkan haqiqatda erib ketadi. Ularni men borman degan tushunchasi yo'q bo'lib, men yo'qmanga o'tib ketadi. Shunda ular fano deyiladi. Bu narsa fanoga erishgan bo'ladi. Ibn Arabiy tasvirlagan jarayonni to'liq ko'rib chiqishga harakat qilaylik. Masalan, siz qaysi bosqichda va shu bosqichda turishingizga sabab nima? Shu bosqichdan tepaga ko'tarilishingiz uchun nima kerak ekanligini anglashga harakat qilib ko'ring. Agar siz shu yerda qolishni istayotgan bo'lsangiz, mana shu bosqich sizga yoqayotgan bo'lsa, o'zingiz bilasiz. Lekin siz yuqoriroq bosqichni orzu qilayotgan bo'lsangiz, albatta bu ilmlarni o'rganishingiz kerak. Birinchi bosqich bu men borman, ya'ni menlikning birinchi darajasi bu nafsi ammora deb ataladi. Bu nafsi ammorada insonning nafsi juda hukmdor bo'ladi. U o'z hukmini o'tkazuvchi nafs hisoblanadi. Qur'onda ham bu haqda aytilgan. Albatta nafs yomonlikka buyuradi deyilgan. Qaranglar, nafsi ammoradagi odamni nafsi undan g'olib, ya'ni u o'sha nafsi. Oldingi suhbatlarimni eshitib kelayotgan bo'lsanglar, men nafs deganda bizni aqlimiz yig'ib olgan programmalarni tushuntirganman. Ana o'sha nafs, ya'ni o'zida yig'ilib olgan programma asosida yashaydigan aql ustun bo'ladi.
o'zi hamma odam hayotini mana shu yerdan boshlaydi. Mana shu bosqichda yashab o'tadi hamma. Lekin shunaqa odamlar borki, mana shu bosqichda, faqat mana shu bosqichda yashaydi, hech ham tepaga ko'tarila olmaydi. U degani inson o'sha nafsini quliga aylanadi. Nafsi nima xohlasa, o'sha narsani bajarishga harakat qilaveradi. O'sha bironta turtki bo'lsa, o'sha turtkidan sirazi uyg'onib, sirazi o'sha narsani xohlaydi qilaveradi. Xuddi yovvoyi hayvonga o'xshab instinkt bilan yashaydi. Ularning hayotini asosiy qonuni qaranglar, lazzat qidirish, og'riqdan qochish, boshqalardan ustun bo'lish, o'zini qanaqa bo'lmasin, o'sha nafsini himoya qilish. Bu o'sha birinchi bosqich ongidagi odamlar. Bunaqa odamlarchi hech narsadan tap tortmaydi. Yolg'on gapirishdan, aldashdan, o'g'irlashdan. Hatto ular shunaqa darajada bo'ladiki, o'z foydasi uchun boshqalarga zarar bemalol yetkazishadi. Va boshqalarga zarar yetkazib o'zini ishini bitirib olgandan keyin pushaymon ham bo'lmaydi. Faqatgina fosh bo'lishdan qo'rqadi. Ularda vijdon yo'q. Vijdon o'zi bu bizning ruhimizni tanamizga berayotgan signal-da. U signallarni his qilish uchun inson birinchi bosqich ongidan tepaga ko'tarilishi kerak. Endi Ibn Arabiyning fikricha, bunaqa bosqichdagi odamlar unaqa yomon, qo'rqinchli, jinoyatchi bo'lmas ekan. Ularni ko'proq jamiyatda muvaffaqiyatli, hatto dindor ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ular namoz o'qishi mumkin, ro'za tutishi mumkin, sadaqa berishi mumkin, tushunasizmi? Lekin ahamiyatli joyi shudaki, ular bu amallarni do'zaxga tushishdan qo'rqib, jannatga tushish umidida qiladi. Tushunasizmi? Bu ularni ishlarini bamisoli savdogarlik shaklida bo'ladi deb aytadi. Men ibodat qilsam va boshqa shartlarni hammasini to'liq bajarsam jannatga tushaman deb hisoblashadi. Lekin bular din ular uchun ilohga muhabbat emas, muzokaraga shartnoma deb o'ylaydi. Tushuntira olmayman, qaranglar, ular Allohni sevib unga erishish uchun intilmaydi. Ular shunchaki jannatga, ya'ni lazzatga erishish uchun intiladi va Alloh menga aytdi, men uni aytganini bajardim, bo'ldi, men jannatga kirgizadi deb o'ylaydi. Bu bosqichning eng asosiy belgisi ular o'zini mana shu birinchi bosqichdaligini va o'zini qilayotgan ishlarini xatoligini hech qachon mutlaqo anglamaydi. Ularchi xuddi hissiz-da, ular anaqa biorobotlarga o'xshab avtomatik, mexanik tarzda harakat qiladi doim. Ular shunaqaki, ularning hissiyotlari faqat o'ziga xizmat qiladi. Ularda sevgi, shartsizlik, boricha qabul qilish, kechirib ketish yo'q. Ularning hissiyotlari uni nafsiga bo'ysungan. Masalan, birov haqorat qilsa, shunaqa tez jahl chiqib ketib, shunaqa tez urushib ketadi, shunaqa tezlikda javob berib, o'zini o'sha yerda g'olib chiqmaguncha tinchimaydi. Ular shunaqa tashqi ta'sirlar, ya'ni nafsini, impulslarini, mana shu tuban nafsini qo'lidagi o'yinchoq, qo'g'irchoq kabida o'sha nafsini anaqa impulslarni qurboni. Ular o'zini erkin odamman deb o'ylaydi. Tushunasizmi? O'zi anglamayapti, o'zini qay darajada tubandaligini tushunmaydi. O'zini men erkinman deb hisoblaydi. Ular o'zini hamma fojia shundaki, ular o'zini asir ekanini, nafsini asiri ekanligini tushunmaydi. Bular mana shu istak xohishlari deyapti, mana shu istak, bunaqa hamma istak xohishlarim deyapti. Haqiqat ovozi, to'g'ri qilyapman hammasini deb o'ylaydi. Mana shu faqatgina o'z manfaati uchun yashash, har doim o'zini oqlash, boshqalarni manfaatini yo'qqa chiqarib o'zinikini amalga oshirish, lazzatlanish va lazzatga intilish uchun qilayotgan harakatlari hammasi juda to'g'ri deb tushunadi ular. Ular uyqudagi odamlardir. Haqiqatdan ham juda chuqur uyqudagi odamlardir. Bilasizmi, ular uyqudan uyg'onish uchun nima kerak? Ular mana shu dunyo faqat lazzatdan, faqat o'z manfaati uchun yashashdan iborat emasligini, dunyoda boshqalar uchun yashash,
boshqalarni manfaatiga xizmat qilish, jamiyatni yaxshilashga intilish, insonlarga mehr muhabbat bilan, kechirim bilan munosabatda bo'la olish, ularni boricha qabul qila olish, mana shular orqali Xudoni sevish darajasiga chiqish mumkinligi haqida umuman bilishmaydi, eshitishni ham istashmaydi. Bunaqa odamlar endi uyg'onishi uchun ularga juda ham kuchli krizislar, juda ham kuchli yo'qotishlar bo'lishi kerak. Shundan so'ng ularni ongi ozgina yorishadi va o'zi mana shu tuban menidan o'sha faqat mani istagim amalga oshsa bo'ldi degan mana shu tuban menidan uyg'onadi va undan chiqish uchun harakat boshlashadi.